Assalomu alaykum barchaga, hurmatli ustozlar, o'quvchilar, o'rganuvchilar. Bugun sizlar bilan kvadrat tenglamaga keltiriladigan masalalar haqida gaplashgan kishi bo'lamiz. Ya'ni yuqoriroq darajali tenglamalar bo'lsa, ular qanday kvadrat tenglamaga keltiriladi? Qanday belgilash kiritiladi? Ildizlari qanday osonroq topiladi? Shu haqida gaplashamiz. Undan oldin har dars eslatyapmiz. Nima uchun eslatyapmiz? Inson unutuvchi deyapmiz. Juda ko'pchilik insonlar shoshqaloq, sabrsiz, unutuvchi. Siz shoshmaydigan, sabrli, ozchilik insonlardan bo'ling. Ozroq masalalarda chiqmay qolsa yo tushunmay qolsa darrov siqilib, bo'g'ilib, tushkunlikka tushadiganlar bo'ladi. Siz unaqa qilmang hech qachon. Hazrat Jaloliddin Rumiyning bir yaxshi gaplari bor. Har narsaga siqilaverma ey ko'ngil, na bu dardlar abadiy, na bu umr. Ya'ni nima demoqchiman? Bu masalalarni tushunmaslik ham abadiy emas. Ozgina bir oydir, bir yarim oydir u o'tib ketadi. Keyin asta-asta yaxshi tushunadigan bo'lib boshlaysiz. Boshidan hech qachon mo'jiza kutmang. Bu masalalarda sal qiyinchilik bo'layotganlarga tegishli. Yaxshi bilayotganlar yulduzlik kasaliga uchramaymiz, bilyapman, zo'r bo'lib ketdim demaymiz. Yanada o'z ustimizda ishlab, yanada kuchaytiramiz. Xo'p, birinchi mana bu osonroqdan boshlaymiz. Demak, bu 4-darajali tenglama. Biz buni kvadrat tenglamaga keltirishimiz kerak. Biz o'tgan darsda bunaqalarni rosa ko'p ishladik. X kvadratni t deb belgilash kiritamiz dedik. Xohlagan harfingizni belgilang. Aynan t emas, xohlasangiz y deb belgilang, xohlasangiz n deng, x deng, z deng, farqi yo'q. Ismingizni bosh harfini qo'ying xohlasangiz. t kvadrat minus 10t, ya'ni x kvadratni t deganimizdan so'ng x ni 4-darajasi bu t ni kvadratiga to'g'ri keladi. Qanday bu kelib chiqdi desangiz, mana buni ikki tomonini kvadratga ko'taramiz. Buni ham kvadrati, buni ham kvadrati bo'lsa, x kvadratni kvadrati x ni 4-si bo'ladi. Mana bu t kvadratga teng bo'lyapti. Plus 9 teng 0 holatga keldi. Ana endi bu kvadrat tenglama holatiga keldi. Faqat kvadrat tenglamada x emas, o'rnida t turibdi. Boshqa bir narsa turibdi. Baribir bu kvadrat tenglama deb gapiriladi. Endi v teoremasi bizga osonroq, qulayroq har doim. O'sha ikkita ildizning yig'indisi t ni oldida turgan sonni qarama-qarshisi -10 bo'lsa, +10 ga teng bo'lishi kerak. Ikkita ildizning ko'paytmasi esa mana buni o'ziga teng bo'lishi kerak. Bu oson ekan juda. Ya'ni nima bo'ladi? Ikkita son o'ylangki, yig'indisi 10 ni, ko'paytmasi 9 ni bersin. Tabiiyki bu 9 bilan 1 bo'ladi. Yig'indisi mana 10, ko'paytmasi 9 ga teng bo'lyapti. Ana endi t ni ikkita qiymati bor ekan, 9 bilan 1. Biz qaytarib mana bu x kvadratni t degandik-ku. Endi qo'yamiz qaytarib joyiga. X kvadrat teng 9, x kvadrat teng 1 bo'lyapti. Mana shunaqa holatlarda har doim x kvadrat teng 9 bo'ladigan bo'lsa, x teng plus minus 3 chiqarasiz. Bunda x teng plus minus 1 chiqarasiz. Nega? Chunki minus 3 ni ham kvadrati 9 bo'ladi-da. Mana minus 3 ni kvadrati ham baribir 9. 3 ni kvadrati ham baribir 9. Chunki kvadrat manfiy darajani musbat qilib yuboradi. Shunaqa xossaga ega. Juft darajalar bo'lsa shunday bo'ladi. Misol uchun minus 3 ni 3-darajasi bo'lsa, kubi bo'ladigan bo'lsa, minus 3 ni kubi minus 27 bo'ladi, plus bo'lmaydi. Minus 3 ni 4-darajasi bo'ladigan bo'lsa, bu yana 81 bo'lib ketadi plyusdan. Demak, umumiy qilib qoida aytaman. Manfiy sonni toq darajalari manfiy son chiqadi. Manfiy sonni juft darajalari nima chiqadi? Musbat son chiqadi. Mana qarang, yangi masala. X plus 3 ning 4-si y kvadrati 36. Bu yerda bir xil nima? Bir xilini t deb belgilashimiz kerak har doim. Demak, x plus 3 bu yerda bir xil bo'lgani uchun t deb kirityapman. Demak, x plus 3 ni kvadrati bu t kvadrat bo'ladi. X plus 3 ni kvadratini t deb kiritaylik mana. Kvadratini t deb kiritadigan bo'lsam, endi 4-darajasi t kvadrat bo'ladi. T kvadrat minus 13t plus 36 teng 0. Vetga qo'yamiz. Demak, ikkita ildizini yig'indisi 13 ni o'zini berish kerak. Aytganmiz-a, t ni oldidagi sonni qarama-qarshisiga teng bo'lishi kerak. Minus 13 bo'lsa, 13 ga teng bo'lishi kerak. Agar plus 13 bo'lsa, bu minus 13 ga teng bo'lishi kerak. Qarama-qarshi bo'lishi kerak. Ko'paytmasi esa 36 ga teng bo'lishi kerak. Ikkita sonni o'ylashimiz kerak. Yig'indi 13, ko'paytma 36 bo'lsin. Ja qiyin emas ekan bu. Nega? 9 bilan 4 chiqib kelyapti. Mana ikkalasini qo'shganimda 13 ni beradi, ko'paytirganimda 36 ni beryapti. Ana endi bo'ldi. Yechimi 9 bilan 4 mi? Yo'q, hali masala bir 60-70% ishlandi. Hali masala davom etadi. Oxirgi yechim bu emas. Qarang. Biz x plus 3 ni kvadratini t degandik-da. Endi nima qilamiz? X plus 3 ni kvadratini, demak, o'sha 9 ga tenglaymiz. Shunda x plus 3 imiz teng bo'ladi plus minus 3.
Tushundingizmi mana? Bu ikkita masala bo'ladi. Bu ikkitaga ajratiladi mana. Ya'ni x plus 3 teng 3 deb olaman. X plus 3 teng minus 3 deb olaman mana. Bu 3 bu yoqqa minus bo'lib o'tadi bilasa, qo'shnining tarafiga oshib o'tadigan bo'lsa, minus bo'lib o'tadi. Buni ishlayapmiz qarang. X teng 3, mana bu 3 oshib o'tyapti, mana minus 3 bo'lib o'tyapti. Natijada x teng 0 chiqdi buni ildizi. Endi bu yoqqa minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, buniki x teng o'zi minus 3 bu yoqda bor edi. Mana bu ham minus bo'lib keladi buni oldiga. Natijada x teng minus 6 bo'lyapti. Bitta ildizi demak 0, bittasi minus 6 chiqdi. Bu hali masala tugagan yo'q. Hali ikkinchisi mana 4 bor hali. Biz faqat 9 ni ishladik. Endi x plus 3 ni kvadratini 4 ga ham tenglashimiz kerak. Bundan x plus 3 teng plus minus 2 chiqadi. Yana ikkita masala ishlanadi. X plus 3 2, x plus 3 minus 2. Buni ishlash oson, a? Bu holat ikki xil holatda ham 3 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazaman. 3 ni bu yoqqa minus qilib o'tkazsangiz 2 minus 3 bo'lib, bu 1 minus 1 chiqar ekan. Bu 3 ni yana minus qilib o'tkazsangiz minus 2 minus 3 bo'lib, bu minus 5 bo'lar ekan. Demak, ko'rdingiz, 4 ta ildizi bor buni. Bu ham kvadrat tenglamaga keltirib olinadigan masala hisoblanadi. Endi bu masalani qarang. Bir xilini t deb belgilayman desam, bu yerda bir xil narsa yo'q. Qanday buni kvadrat tenglamaga keltirib olsak bo'ladi? Qanday soddalashtirsak bo'ladi? Yaxshilab e'tibor berib turing, qarang. Xo'p, mana bu 4-darajani, misol uchun bilasa, x ni 4-sini mana bunday yozib olsak bo'ladi. X ni kvadratini kvadrati deb olsak bo'ladi. Tushunarli? X ni 6-si bo'ladigan bo'lsa bu x ni kvadratini kubi deb olsak bo'ladi-da, buni bemalol. Agar x ni 8-si bo'ladigan bo'lsa, x ni kvadratini kvadrati desak bo'ladi. Bobosini bobosi deydi-ku, xuddi shunday kvadratini kvadrati bo'ladi. X 8-sini beradi. Ya'ni mana bular hammasi bir-biriga ko'payadi-da. Mana bu darajalar bir-biriga ko'payadi hammasi va x ni umumiy darajasi qilib yoziladi. Misol uchun mana qarang, x ni 5-sini kvadratini kubini yana kvadrat. Ana qarang, nimalar bo'lib ketdi. Qiyin emas bu. Mana bularni bir-biriga ko'paytirasiz hammasini. Mana. Mana bularni bir-biriga ko'paytirasiz. 5 2 ga ko'paysa 10. Xo'p, 10 3 ga ko'paysa 30. 32 ga ko'paysa 60. Bo'ldi. Buning javobi x ni 60-si bo'ladi. X ni 60-darajasi bo'ladi. Bu narsani tushundingiz-a? Lekin mana bu narsaga e'tibor bering. X ni 5-si, x ni kvadrati, x ni 3-si va x ni kvadrati. Mana qarang. Bu bilan buni yer bilan osmoncha farqi bor. Bu daraja bo'lib ketyapti. Bu har birida alohida daraja. Bunda nima qilinadi desak, x bitta yoziladi. Nechta bo'lishidan qat'iy nazar bitta yoziladi-da, darajalar endi qo'shiladi. Mana bu darajalar bir-biriga qo'shib chiqiladi, qarang. Misol uchun mana 5 ga 2 ni qo'shasiz, yana qo'shasiz, mana yana qo'shasiz. Hamma darajalarni bir-biriga qo'shasiz. 7 12 bo'lar ekan. X ni 12-si bo'lar ekan. Qarang, bu x ni 60-si, bu esa x ni 12-si bo'lyapti. Bir-biridan juda katta farqi bor bularning. Ana endi biz mana shuni nima uchun bu narsalarni tushuntirdim? Nega bularga o'tib ketib qoldik? Qarang, x minus 1 ni kvadratini kvadrati demoqchiman. 4-darajani shunaqa yozib olmoqchiman. X minus 1 ni kvadratini kvadrati. Endi qarang, men yerdan minus chiqaradigan bo'lsam, mana qavs qilib minusni chiqarib yuboradigan bo'lsam, x kvadrat minus 2x bo'ladi bu. Minus 73 teng 0. Demak, mana shu narsani tushuna oldik mana. Minus a plus b holat bo'lib turgan bo'lsa, siz buni joyini almashtirishingiz mumkin b minus a deb. Yo'q, men ishorani o'zgartirmoqchiman desangiz, bunday qilasiz. Minusni oldiga chiqarib yuborasizda a minus b qilasiz. Ya'ni bu ikkalasini ishorasini o'zgartirmoqchisiz. Qarang, a ni oldi minus edi, mana plus bo'lib qoldi. B ni oldi plus edi, minus bo'lib qoldi. Demak, oldinga bitta minus chiqarib yuborsak, ishora o'zgarib ketar ekan. Mana minus ko'payyapti. Minus a ga ko'paysa minus a bo'ladi. O'sha minus b ga ko'paysa plus b bo'ladi. Baribir mana tepadagi narsani beradi. Tushundingizmi mana? Minusni chiqarib yuborsam, minus x kvadratim plus x kvadrat bo'lib qoldi. Plus 2x minus 2x ga aylanib qoldi. Ishoralar o'zgarib ketadi agar qavsdan tashqariga minus chiqarilsa. Ana endi qarang, x minus 1 ni kvadrati. Mana unga umuman teginmay turaman. Mana uni o'zini ochib chiqamiz. Xo'p, demak x kvadrat a minus b ni qavs kvadrati
Kvadratga ko'tarish bor. X kvadrat minus 2x plus 1 bo'lib ochiladi bu mana. Mana kvadrat yozyapman. Bu kvadrat mana bu. Mana shu kvadrat mana. Minus x kvadrat minus 2x minus 73 teng 0. Ana endi qarang, bir xilini topib oldik biz ichidan mana. X kvadrat minus 2x mana bu yerda bor, i mana bu yerda ham bor. O'sha bir xilini endi x kvadrat mana hozir. Boshqacha. X kvadrat minus 2x ni ana endi t deb belgilash kiritib olaman men. Tushunasizmi? Umuman qisqasi x yo'qolish kerakda. Ham t ham x aralashib qolsa u masala xato bo'ldi, chiqmaydi u. Ham x ham t aralashmaslik kerak. Bitta bo'lish kerak noma'lum. Yo faqat x bo'lish kerak, yo faqat t bo'lish kerak. Endi qarang, faqat mana buni t deb belgiladim. 1 bilan qo'shganim yo'q. Faqat buni o'zini 1 deganimniki t plus 1 ni kvadrati bo'ladi. Minus mana buni o'zini t deganimniki mana minus t minus 73 teng 0 bo'ladi. Ana endi buni kvadratga oshirib yuboramiz, qarang. T kvadrat plus 2t plus 1 minus t minus 73 teng 0 bo'lyapti. Xo'p, t kvadrat o'zi 2t dan bitta t ayrilsa mana plus t bo'ladi. 1 dan minus 73 ayrilsa minus 72 bo'lib qoladi bu mana. Teng 0 ana. Ana endi bu kvadrat tenglamaga keldi. Haqiqiy kvadrat tenglama bo'ldi. Endi buni yechimlarini Vetdan topamiz. Vet biratan yaxshi bitta tenglama tuzib ketgan bizga. Mana shularni ildizini oson topib olish uchun. Nima bo'lishi kerak? Men yerda bilasiz 1 bo'ladi, yozilmaydi. Har doim harflarning oldida, har doim harflarning oldida 1 turadi. Faqat u yozilmaydi. Nima deyapti Vetda? T1 bilan T2 ni yig'indisi o'sha t ni oldida plus 1 turibdi-ku, o'shani qarama-qarshisi minus 1 ga teng bo'lishi kerak. T1 bilan T2 ni ko'paytmasi esa ozod haddi o'ziga teng bo'lishi kerak. Minus bo'lsa minusini yozamiz, plus bo'lsa plusini yozamiz. Qarama-qarshisi emas, o'ziga teng bo'lishi kerak. Ikkita sonni o'ylang. Yig'inda minus 1, ko'paytma minus 72 ni bersin. Bittasi manfiy bo'lishi aniq, chunki ko'paytma manfiy chiqyapti-da. Biz shundan bilyapmiz. Ko'paytma manfiy chiqqani uchun bittasi manfiy bo'lishi aniq. Yig'inda ham o'zi manfiy. Undan ham bilsak bo'ladi. Xo'p, men minus 9 bilan 8 deyman. Rozimisiz? Minus 9 ga 8 ni qo'shsam haqiqatdan minus 1. Ko'paytirsam mana minus 72 ni beradi. Endi javobi chiqdimi? Yo'q. Hali masalangiz bir 50%, 60% ishlandi. Hali masalaning javobi chiqqan yo'q. Ya'ni javobi minus 9 bilan 8 emas hali. Siz nimani topdingiz hozir? Siz t'larni topdingiz. Ikkita t'ni topdingiz. Bizdan oxirida x so'raladi. T so'ralmaydi. Bu t keyin chiqib kelgan narsa. Masalada umuman t yo'q edi-ku. Masalada faqat x'lar noma'lum edi. Biz masalan ishlash uchun x'lardan t ga o'tib oldik, t ni topdik, endi x ni topamiz. Tushunyapsiz-a? Bizda masalaning shartida t deb berilmaganda, agar qanaqadir t bilan t ga bog'langan ifoda bo'lganda edi, javobi shu yerda masala to'xtar edi. Endi mana qarang, nimani t degansiz. Mana shu yerga e'tibor berasiz. Ana endi t ni o'rniga minus 9 ni 1 qo'yamiz, 8 ni 1 qo'yamiz mana. Yozaman, qarang. X kvadrat minus 2x teng minus 9. Bo'ldi, buni bitta ishlab olay. Yoki mana yozaman. X kvadrat minus 2x teng 8. Mana sizga oxiri masalani haqiqiy javoblarini chiqarib beradigan ikkita tenglama. Mana shu kvadrat tenglamalarni ishlaymiz, keyin biz javobini topamiz. Minus 9 ni bilasiz, bu yoqqa plus qilib o'tkazamiz. Men bu yerdan yozaman mana. Xo'p, bu yoqqa 9 ni bu yoqqa plus qilib oshirib o'tkazadigan bo'lsak, x kvadrat minus 2x plus 9 bo'ladi. Teng 0. Buchi x kvadrat minus 2x 8 imiz bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. Minus 8 teng 0. Qo'shniniki oshib o'tadigan bo'lsa, tenglikdan bu tarafga mehmonga o'tadigan bo'lsa, qarama-qarshi bo'lib o'tadi ishorasi. Endi buni alohida bitta yechim, buni alohida bitta yechim olamiz. Endi bunga son tanlashimiz kerak. Qarang. Mana. Xo'p, yig'indisi 2, minus 2 emas, yig'indisi 2, ko'paytmasi 9 bo'lgan son bormi? Yig'indisi 2 bo'lish kerak, ko'paytmasi 9 bo'lish kerak. Bunaqa son men topolmayapman. Topolmasam men nima qilaman? Sirazi diskriminant ishlayman. Vetdan topolmayapsizmi? O'ylanib vaqtingiz ketyapti, siz diskriminantga o'tib ketishingiz kerak. Diskriminantdan topib beradi sizga. Bu formulasi qanaqa edi? B kvadrat minus 4ac edi. B bizda mana minus 2.
minus 2 kvadrati minus 4. A nimaga teng? Bu yerda A o'zi qayerda turardi? Mana 1 ga teng A. 1. S-chi? Mana bu S hisoblanadi. 9. Ya'ni ozod xat S-da bu yerda ozod xat S. Minus 2 kvadrati bilasiz 4 bo'ladi. Mana bu 36 bo'lyapti. Minus 32. Diskriminant manfiy chiqsa nima bo'ladi? Masala shu yerda to'xtaydi. Buni yechimi yo'q ekan deyiladi. Nega diskriminant manfiy bo'lishi mumkin emas desangiz, x1 x ildizini topayotgan paytda minus b minus ildiz ostida d taqsim 2a degan formulasi borda. U diskriminant manfiy chiqsa mayli, bu yerda hech qanday bir neto tomoni yo'q, lekin uni ildizini topayotgan paytda siz diskriminantni ildiz tagida kiritasizda. Ildiz tagida esa manfiy son bo'lishi mana shunday mumkin emas. Endi ikkinchisidan javob izlab ko'ramiz. Ikkita son o'ylang. Yig'indisi demak 2 bo'lsin, ko'paytmasi minus 8 ni o'zi bo'lsin. Yig'indisi 2, ko'paytmasi minus 8 bo'lgan qanaqa sonlar bor? Ikkita son. Xo'p, 4 bilan minus 2 desak bo'lar ekan-da mana. 4 ga qo'shamiz minus 2 ni. Yig'indisi 2 bo'lyapti haqiqatan. 4 ga ko'paytirsak minus 2 ni, ko'paytmasi minus 8 beryapti. Demak, bizni mana shu boyagi yuqorida tenglamamizni yechimlari 2 bilan minus yo'q, 4 bilan minus 2 ekan yechimlari. Ya'ni mana bu tenglama mana shu boshidagi masalan boshidagi tenglamani yechimlari 4 bilan minus 2 ekan. Bitta masala shuncha ishlandimi deb aytadiganlar bo'lishi mumkin. Ha, endi hamma masala ham oson bo'lavermaydi. Qarang, bu yerda masala qarang, bitta masala qancha yozuv chizuv bilan chiqqan bo'lsa, u masala qiyin degani emas. Tushunib oling. Shunday masalalar bor, o'zi bir qator bo'ladi, lekin u olimpiyskiy masala bo'ladi, juda qiyin bo'ladi. U 4 bet, 5 bet bo'lib ketishi mumkin. Bu nima desam ekan? Qiyin emas, faqat ishi ko'p. Yozib, chizib ketaverishimiz kerak. Javoban chiqish muddati sal uzunroq. Ja qiyin masala degani emas bu. Shu bitta yo'lga tushib olib, shu yo'ldan ketaverasizda. Tushundingizmi? Shu bitta yo'lga tushib olib, o'sha yo'ldan ketyapsiz. Yo'l qiyin emas ekan, yo'l uzun ekan desangiz bo'ladi. Yo'l qiyin ekan degani, misol uchun ozroq yurganingizda bir jarlik, yana bir yurganingizda bir ko'l, yana bir yurganingizda bir tikonlar nimalardir chiqsa, yo'l qiyin ekan desangiz bo'ladi. Yo'l uzun ekan, lekin to'g'ri tekis ekan. Ketma-ket ishlab ketaverasiz. Bundan buni topib olasiz, buni olib kelib o'rniga qo'yasiz. Shunday tartibini tushunib olsangiz bo'ldi, qiyin emas uncha. Mana sizlarga yana bitta yangi masala. Xo'p, videoni pauzaga qo'yib, o'zingiz bitta ishlashga harakat qilib ko'ring. Ana undan keyin videoni davom ettirasizda, men ishlagan bilan o'zingiz ishlaganingizni solishtirib ko'rasiz. Bu juda yaxshi effekt beradi. To'g'ri ishlagan bo'lsangiz, yanada kuchayasizda, o'zingizga ishonchingiz oshib, qiziqib boshlayverasiz borgan sari. Agar ishlolmagan bo'lsangiz ham, qayerda xato qilganingizni yaxshi tushuna olasiz. Biz esa davom etib ketaveramiz. Endi qarang. Xuddi boya aytganimdek, x plus 2 ni to'rtinchisini bunday yozib olamiz. Qarang, x plus 2 ni kvadrati minus, qarang, men yerdan minus 2 ni tashqariga chiqarib yubormoqchiman. Minus 2 ni chiqarsam, boya aytganimdek, x kvadrat minus plus 4x bo'ladi. Minus 16 teng 0. Tushundingizmi? Mana minusni chiqargandan keyin ishoralar o'zgarib ketadi. Qarama-qarshisiga. Boya rosa tushuntirdim shu narsani. Chunki minus 2 ni bularga ko'paytirib chiqqaningizda yana qaytadan mana uni beradi-da. Siz bitta ifodadan qavs tortib, qavsni oldiga manfiy chiqardingizmi, bo'ldi. Qavsni ichida qolayotgan ifodalar dastlabkilarga ishorasi qarama-qarshi bo'lib ketsin. Misol uchun mana minus a plus b minus c minus d, ha? Siz bitta minusni shunday qavsdan tashqariga chiqarib, endi bularni yozmoqchisiz. Nima qilasiz? Har birini esing tushunib oling. Juda oddiy narsa-ku. Ishora oldidagi ishora nima bo'lsa, o'shani teskarisini yozib ketaverasiz. A ni oldi minusmidi bo'ldi, plus yozasiz. Ya'ni plus deb o'tirmaysiz, prosta a deb ketaverasiz. O'sha plus degani. B ni oldi plusmidi bo'ldi, minus yozasiz. C ni oldi minusmidi bo'ldi, plus yozasiz. D ni oldi ham minusmidi bo'ldi, plus yozasiz. Mana, qiyin emas ekanmi? Minus x plus y kvadrat plus t minus plus mayli
A minus Z. Minus chiqarmoqchiman. Nima bo'lar ekan? X bo'lar ekan, o'zgaryapti. Bu minus y kvadrat bo'lar ekan. Darajalarga teginvormang. Faqat ishorani o'zgartiring. Plus t bo'lar ekan, chunki bu yoqda minus edi. Bu plyusmi? Bo'ldi, minus a bo'lar ekan. Bu plyusmi? Bu minusku plus z bo'lar ekan. Qarang. Bitta oldiga manfiyni chiqarasam, har birini ishorasi o'zgaradi, boshqa joyi o'zgarib ketmaydi. Ishoralari qarama-qarshiga o'zgarib ketaveradi. A minus b. Oldiga minus chiqarmoqchiman. Bu a hozir plyusda turibdimi? Bo'ldi, minus a bo'ladi. Bu esa plus b bo'ladi. Endi buni sal boshqacha yozadigan bo'lsangiz, b minus a shaklida yozsangiz ham bo'laveradi. Shuning uchun ustozlar tushuntiradi. Agar oldiga manfiy chiqarsang, joy almashib ketadi deydi. Ya'ni qarang, a minus bni b minus a bo'lib joy almashib ketdi. Agar oldiga minus chiqaradigan bo'lsak, shunaqa bo'ladi. Xo'p, ana endi buni tushungan bo'lsangiz, yana bir qaytadan tushuntirdim. Buni kvadrat a plus bni qavs kvadrat qilib ochib chiqamiz, qarang. X kvadrat plus 4x plus 4 bo'lib ochiladi bu. Buni yaxshi bilasiz. Mana kvadrat, mana buni yozdim mana. Minus 2 x kvadrat plus 4x minus 16 teng 0. Ana endi bir xili qaysi? Bir xilini belgilaymiz. X kvadrat 4x bu yerda ham bor, x kvadrat 4x bu yerda ham bor. O'sha narsani t deb belgilaymiz. Ya'ni x kvadrat plus 4x ni t desam, mana buni ichida t plus 4 qolyapti. Qarang mana. Mana shuni o'zini faqat t deb belgilaganimdan keyin bu t plus 4 bo'lyapti. Mana kvadrati. Minus 2t mana ko'payyapti. Minus 16 teng 0. Xo'p, buni kvadrat ochib chiqasiz endi ta'sir ettirib. T kvadrat plus 8t plus 16 minus 2t minus 16 teng 0. Mana o'zi qisqarib ketdi, 16lar ketdi. T kvadrat plus 8t dan 2tasi ketsa 6t bo'ladi, teng 0. Bu chala kvadrat tenglamaga keldi. Bu oson, juda oson masala bu. To'liq kvadrat tenglama bo'lmadi, chala bo'ldi. Qanday ishlanardi bu? Bitta t'ni chiqarib yuborardik tashqariga. Shunda t plus 6 ichkarida qolar edi, mana. To'g'rimi? Mana t chiqib ketgandan keyin mana 6 qoldi. T kvadratda bittasi chiqib ketgandan keyin bitta qoldi mana. Bunaqa qanday ishlanadi? Har biri alohida 0 ga tenglanadi. T teng 0, ya'ni t plus 6 teng 0. Ikkalasi ham alohida 0 ga tenglanadi. Ya'ni t ni bitta yechimi 0 bo'lyapti. Ikkinchi yechimi esa 6 ni bu tarafga minus qilib o'tkazsam, minus 6 bo'lyapti. Bu ikkinchi yechimi. Hali masala ishlanib bo'lgani yo'q. 50-60% ishlandi. Ana endi biz nimani t deb belgilagan edik, o'sha joyga qaytamiz endi. Biz x kvadrat plus 4x ni t deb belgilagan edik. Bizda endi t 0 bilan minus 6 chiqdi. Endi o'shani o'rniga qo'yamiz mana. X kvadrat plus 4x teng 0 bitta tenglama. X kvadrat plus 4x teng minus 6. Bu ikkinchi tenglama. Mana shu ikkalasini ishlasak, biz oxirgi yechimni topamiz. Masalani mana shu ikkalasidan javobini chiqaramiz. Bu yana tepadagisi yana chala kvadrat tenglama bo'ldi. Bundan ham boyda x ni tashqariga chiqaraman. Birinchisini ishlayapman, qarang. X ni tashqariga chiqarsam, ichkarida x plus 4 qoladi, teng 0. Bu yana boyda alohida x teng 0 bitta yechim. X plus 4 teng 0 desam va 4 ni narigi tarafga minus qilib o'tkazadigan bo'lsam, mana x teng minus 4 bitta yechim. Demak, x teng 0 bitta, x teng minus 4 bitta yechim. Bu hali birinchi tenglamadan chiqqan yechim. Ana endi ikkinchi tenglamasiga o'tamiz, qarang. X kvadrat plus 4x bu yoqqa nima o'tadi? Qo'shni tarafga oshib o'tsa, plus 6 bo'lib o'tadi, teng 0. Ana endi vetga qo'yib yuborishimiz kerak. Ikkalasini qo'shganda minus 4 ni, buni qarama-qarshisi bo'lishi kerak edi. Minus 4 ni ko'paytirganimda esa 6 ni berish kerak. Shunaqa son bormi? Что-то не так deydi. Nimadir ne to bu yerda. Menimcha unaqa son yo'q. Xo'p, topolmasangiz, vaqtingiz ketkazmaysiz, darrov diskriminant tekshirib ko'rasiz. Agar diskriminant manfiy chiqsa bo'ldi, masala bundan yechim yo'q bo'ladi, to'xtaydi. Bu yerda bir bor bilasiz, yozilmaydi. Bu a hisoblanadi. Mana bu a, mana bu b, mana bu esa s bo'ladi. Formulasini yana yozaman. B kvadrat minus 4ac. Siz o'rgansangiz bo'ldi, biz yozishdan erinmaymiz. Siz yaxshi tushunsangiz bo'ldi. 1000 marta bo'lsa 1000 marta qayta yozaveramiz buni. B bizda 4 mi? 4 ni kvadrati minus 4
A bizda 1, S esa 6. Bo'ldi, o'zi pishgan ekan-ku masala. 16 minus 24 manfiy chiqyapti. Minus 8. Bo'ldi, bu diskriminant manfiy chiqsa masala yechimga ega emas deyiladi. Faqat boyaga ikkita javob qoladi, bo'ldi. 0 va 4 javobi shu. Mana shunaqa. Shunaqa gaplar deydi. Mana qarang, yana bitta yangi masala. X kvadrat minus 16x, x kvadrat minus 16x. Xo'p, o'sha x kvadrat minus 16x ni t deb belgilash kiritib olishimiz kerak. Bu yerda x kvadrat minus 16x teng t bo'ladi. Demak, bu t kvadrat bo'ladi shunda. Mana uni t deganimniki t kvadrat minus 2t minus 63 teng 0. Mana kvadrat tenglamaga kelyapti. Ana endi mana shunday tipdagi masalalar qanday ishlanadi, qarang. Bular qanday guruhlanadi, qanday ishlasak osonroq javobi chiqadi, nima bo'ladi, ko'ramiz. Xo'p, bu yerda qaysini qaysiga ko'paytirib olishni bilishimiz kerak-da. Shuni fahmlashimiz kerak. Ya'ni mana bu x ni mana bunga ko'paytirganimiz yaxshi. Buni bunga ko'paytirsak bir xiliga keladi. To'g'ridan to'g'ri mana uni bunga, buni bunga ko'paytiradigan bo'lsak, yo'q, neto bo'lmaydi. Ya'ni nima demoqchiman? X ko'paytirilgan x plus 3 ko'paytmada xohlagancha o'rnini almashtirish mumkin-ku. Uni bu yoqqa, buni bu yoqqa almashtirish mumkin. X plus 1 ko'paytirilgan x plus 2 deb mana joylarni almashtirib oldim. Mana buni qarang. Bu endi shunaqa son beribdi. Oddiy butun son berish ham mumkin. 9 ni 16 ga bo'lsak, mana shunaqa raqamni beradi bizga. 9 ni 16 ga bo'lsangiz, mana shu son kelib chiqadi. Endi qarang, buni bunga ko'paytirib olib chiqaman. X kvadrat plus 3x bo'ladi. Bu bitta qavs. Mana bu ikkalasini bitta qilib yubordim. Endi buni olib chiqaman, qarang. Buni bunga ko'paytirsak x kvadrat plus 2x plus buni endi bunga ko'paytirsak x plus 2. 9 taqsim 16. Endi qarang, mana buni qo'shsak x kvadrat plus 3x ni bu yerda t deb belgilash kiritib olishimiz kerak. Qarang, chunki mana bu yerda mana 2x ga x qo'shilsa x kvadrat plus 3x bor-ku mana bu yerda. O'shanda mana buni o'rniga t yoziladi. Mana buni o'rniga t plus 2 yoziladi. Teng 9 taqsim 16. Ana kvadrat tenglamaga yig'iladi hozir. Demak, ochib chiqadigan bo'lsak, t kvadrat plus 2t teng 9 taqsim 16 bo'lyapti. Buni bu tarafga qo'shimnikiga o'tkazamiz. T kvadrat plus 2t minus 9 taqsim 16 qilib o'tkazamiz. Teng 0. Ana endi 16 ni umumiy mahraj beramiz bularga. 16 t kvadrat plus 32t minus 9 taqsim 16 teng 0. To'g'rimi? Umumiy mahraj hamma tushunadi. Bunga ham 16 tadan, bunga ham 16 tadan berildi. Endi 16 proporsiya bo'lsa, mana bu yoqqa ko'payadi, 0 tarafga ko'payadi va yo'q bo'lib ketadi. 16 ga 0 ko'paysa ketdi. 16 ga million ko'paysa ham 0 bo'ladi. 0 ga любой son ko'paysa ham 0 bo'ladi. 16t kvadrat plus 32t minus 9 teng 0. Buni vetdan topish katta problema bo'ladi. Shuning uchun bu diskriminantga qo'yiladi. D teng b kvadrat, ya'ni 32 ni kvadrati minus 4 a 16 s 9 ga teng. Endi minus 9 ga tengda s'miz. Minus bilan minus plus bo'lib ketadi. 32 ni kvadrati plus 4 ko'paygan 16 ko'paygan 9. Adashmasam mana shu 1600 chiqaradi. Qarang, ildizdan chiqadigan songa kelyapti. Ya'ni ildiz osti d deb bo'lgan paytda 40 chiqadi bundan. x bir x ikki ildizi topiladi yana. U siz t1 t2 ni topasiz. t1 t2 ni topganingizdan keyin boyagi x kvadrat plus 3x teng birinchi ildizini yozasiz. Mana x1 birinchi ildizini yozasiz. Ya'ni t1 desangiz ham bo'ladi. t1 deb yozasiz. x kvadrat plus 3x teng t2 ikkinchi ildizini yozasiz. Va yana yuqoridagidek xuddi mana bir xil tartibda ketyapti. Yuqoridagidek kvadrat tenglama ishlanadi yana. Ana endi bu masalani qarang. Mana x minus 2, x minus 3, x plus 2, x minus 7 ko'paytma. Endi qaysi bilan qaysini guruhlab olishimiz kerak? Shuni olaylik. Biz qayerdan bilyapmiz? Ya'ni qaysi bilan qaysini ko'paytirish qanday bilyapmiz? Mana bu ikkalasini yig'indisi bilan mana bu ikkalasini yig'indisi bir xil chiqishi kerak. Men sizga bitta usuli, sekreti ya'ni buni. Xo'p, bunda qanday bildik, mana qarang. Bu bilan buni ko'paytirganimiz. Bu bilan buni yig'indisi qarang 3 ku. Mana bunda bundan boyagidagi qo'shiladigan son yo'q. Mana bu 3 ni o'zi bularning yig'indisiga teng bo'lyapti.
Shuning uchun boya ikkalasini guruhladik. Endi bu safar ham mana bir bilan mana buni, bu bilan buni qiladigan bo'lsak bo'lmaydi. Bu bilan buni yig'indisi qarang, -9, -3 bilan 2 ni yig'indisi -1. Bir xil emas. Bir xilini izlashimiz kerak. Bir xil bo'ladigan. Qarang. -2 bilan -3 ni yig'indisi -5, 2 bilan -7 ni yig'indisi ham -5. Demak, bular bir xilga kelib, keyin boyagidek t deb belgilasak bo'ladigan holatga, vaziyatga o'tadi bu. Demak, buni bunga ko'paytirar ekanmiz, buni bunga ko'paytirar ekanmiz. O'zi mos turgan ekan. Ko'paytirsak bo'ldi. Ikkoni ko'paytiryapman. X kvadrat minus 3x minus 2x plus 6. Buni hamma tushunadi menimcha. Birinchisini bunga ham ko'paytiraman, keyin ikkinchisini bunga ham ko'paytiraman. Navbat-navbati bilan. Birinchi birinchisini, ikkinchi qavsdagini har biriga navbat bilan ko'paytiraman. Endi birinchi qavsdagini ikkinchisini, ikkinchi qavsdagini yana har biriga navbat bilan ko'paytiraman. Mana shu narsa hosil bo'ladi. Ikkinchi qavs mana. X kvadrat buni ko'paytirdim. Endi mana shuni bunga ham ko'paytirish kerak. Minus 7x. Bo'ldimi? Endi 2 ga o'tamiz navbat. 2 ni bunga ko'paytiraman. 2x. 2 ni endi bunga ham ko'paytirishim kerak. Minus 14 bo'ladi, to'g'rimi? Plus 36 teng 0. Xo'p, x kvadrat mana buni minus 5x deb yozaman. Plus 6. Bunichi x kvadrat, bu ham minus 5x deb beryapman. Minus 5x minus 14 plus 36 teng 0. Ana endi nimani t deysiz? Qani? Yaxshi, to'g'ri. Bir xil narsa nima o'zi bu yerda? Bir xili mana bu x kvadrat minus 5, x kvadrat minus 5. Shuni t deb belgilasam, t deb belgilasak, t plus 6, t minus 14 plus 36 teng 0 bo'ladi. Mana kvadrat tenglamaga hozir bu yig'iladi yana. Buni yana boyadek ochib chiqamiz. Bunga buni ko'paytirsak t kvadrat. Endi bunga ko'paytiramiz. Ilk navbat minus 14 t. Endi 6 ga navbat keldi. 6 ni bunga ko'paytiramiz. 6 t. 6 ni mana bunga ko'paytirsak minus 60 ga 24 84 plus 36 teng 0 bo'lyapti. T kvadrat. Xo'p, bu bilan bu minus 8 t bo'ladi. Minus 84 bilan 36 qo'shilsa, demak 48 bo'lib qolar ekan. 48 ga 36 ni qo'shsangiz 84 beradi. Teng 0. Mana. Mana kvadrat tenglamaga keldi. Ana endi ildizlarni topaverasiz. Ya'ni ildizlarning yig'indisi 8, ko'paytmasi minus 48 bo'lishi kerak. Qanaqa sonlar bo'lishi mumkin? Men aytaman, 12 bilan minus 4 bo'lishi mumkin. Qo'shib ko'rsangiz mana 8 ni beryapti. Ko'paytirib ko'rsangiz minus 48 ni beryapti. Bo'ldi, chiqdi ildizlari. Ana endi x kvadrat minus 3x dan o'zi biz nimani t deb belgilagandik? X kvadrat minus 5x ni t deb belgilagandik. O'shani 12 ga tenglayman. X kvadrat minus 5x ni minus 4 ga tenglayman. Ikkita kvadrat tenglama ishlanadi. 12 bu yoqqa minus bo'lib o'tadi. Demak, x kvadrat minus 5x minus 12 teng 0. Bundan ikkita yechimni chiqaramiz. X kvadrat minus 5x bu plus bo'lib o'tadi bu yoqqa. Plus 4 teng 0. Bundan ikkita yechimni chiqaramiz. Agar qaysidir birida diskriminant manfiy bo'lib qolsa, bo'ldi, uni shunday tashlaveramiz. Undan yechim olmaymiz ekan deymizda, ikkinchisidan, nargisidan ishlab ketaveramiz. Demak, kvadratga tenglamaga keltiriladigan masalalar asosan mana shunaqa masalalar. Ana endi e'tibor bering, bu yangicha tipdagi boshqacha masala. Buni qanday kvadrat tenglamaga keltiramiz? Bu ham yaxshi masalalardan biri. Qarang, endi bunda kasrni birato'la t deb belgilash kiritishimiz kerak. Kasrni birato'la ishlashimiz kerak. X kvadrat qarang, mana uni teskarisi bo'lyapti. Mana qanaqadir nimadir desangiz, bu shuni teskarisi. Qarang, buni oyoq osmondan bo'lgan holati. X kvadrat plus 1 taqsim x ni men t deb belgiladim. Shunda endi qarang, x taqsim x kvadrat plus 1 nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Buni teskarisi-ku bu. Demak, buni ham teskarisi bo'lishi kerak. Minus 1 taqsim t bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana bu t deb belgilagan bo'lsangiz, qarang, bu ag'darilgan variant-ku, teskarisi-ku, 1 taqsim t bo'ladi. Teng birato'la mana uni ham bu yoqqa o'tkazib mayli, minus 2,5 yozay o'zini. Ko'ryapsizmi? Soddalashgani, kvadrat tenglamaga kelayotganini. Buni bunga ko'paytiramiz. Umumiy makhraj t kvadrat plus 1 taqsim t teng minus 2,5 bo'lyapti. Endi proporsiyada bu yoqqa ko'payadi, bilasiz. T kvadrat plus 1 teng minus 2,5 t bo'lyapti. Buni bu yoqqa plus qilib o'tkazamiz.
kvadrat plus 1 plus 2,5 teng 0. Mana sizga kvadrat tenglama. 2,5 ni 5 taqsim 2 desak yaxshiroq bo'ladi. Kvadrat yoki to'g'ridan to'g'ri diskriminantga qo'ysak ham bo'laveradi, farqi yo'q. Diskriminantga qo'ysak. Xo'p, 1 kvadrati 1, 1 kvadrati minus 4 a 1 ga teng, s bizda 2,5 ga teng. 10 bo'lyapti. 1 ayrilgan 10. 1 ayrilgan 10. Bu minus 9 bo'lyapti. Diskriminant demak nima bo'ldi? Manfiy bo'ldi. Diskriminant manfiy bo'lsa bo'ldi, masala to'xtaydi. Bu yechimga ega emas deyiladi. Endi bu masalaga qarang. Mana bunaqa tipdagi masalalar qanday ishlanadi? Yana xuddi shunday, misol uchun qarang. Kasrni birato'la kasri bilan birga t deb belgilab olasiz. 3x plus 2 ni siz t deb belgilasangiz, buni ag'darga mana qarang, teskarisi bo'lib turibdi. Faqat qarang. Bu 5 minus 4x. 5 minus 4x ni biz minus chiqarib olsak, minus 5 plus 4x bo'ladi. Boya aytganimdek, manfiy chiqib ketsa, ishoralar o'zgarib ketadi. Yoki buni 4 ni birinchi yozadigan bo'lsak, 4x minus 5 bo'ladi. Boyagi bilan bir xilga keltirib oldik. Qarang, bu oldiga minus chiqadi. Ya'ni buni qanday yozamiz? Qarang, mana shuni o'zini yozib olmoqchiman. 3x plus 2 taqsim minus 4x minus 5. Mana bunday qilib kvadrati bo'ladi. Lekin minusni kvadrati baribir musbat bo'lgani uchun bu hozir aynan shu yerda ahamiyatsiz bo'lib qolyapti. Chunki kvadrat manfiyni musbat qilib yuboradi. Demak, buni teskarisi bo'lgani uchun 1 taqsim t deymiz. Mana buni t degan bo'lsa, mana bu t bo'lsa, t kvadrat bo'lsa, plus 1 taqsim minus t o'zi aslida kvadrati, mana minus ta'sir qiladi. Teng 4,25 degani bu 17 taqsim 4 degani. Agar kasr ko'rinishida yozsak. Kvadrat mana minusni plus qilib yuborgani uchun t kvadrat plus 1 taqsim t kvadrat teng 17 taqsim 4 bo'ladi. Agar kvadrati bilan birga t desangiz, undan ham bo'ladi, farqi yo'q. Kvadrati bilan birga t demoqchimiz. Kvadrati bilan birga t desak, mana bu t ni o'zi bo'ladi, bu ham t bo'ladi. Yana kvadrat tenglama kelib qoladi boyagidek. Kvadrat tenglama kelgan paytda t larni topamiz. T birinchisidan shu chiqdi, ikkinchisidan bu chiqdi deylik. Misol uchun aytyapman. 9 bilan 4 chiqdi demoqchiman. Endi hozir o'zingizga ishlashni qoldiraman. Ana endi nima qilamiz? Biz nimani t degandik? 4x minus 5 taqsim 3x plus 2 ni kvadratini biz t degandik. U 9 chiqdi. Misol uchun aytyapman. Endi 9 chiqadimi yo'qmi bilmadim. Ishlab ko'rasiz. 5x 4x minus 5 taqsim 3x plus 2 teng plus minus 3 chiqadi shunda. Chunki bu kvadrat-ku, kvadratdan plus minus bo'lib chiqadi sonlar har doim. Ana endi buni o'zi ikkita masala bo'lib ishlanadi. 4x minus 5 taqsim 3x plus 2 teng 3. 4x minus 5 taqsim 3x plus 2 teng minus 3. Oxiriga ruchkamiz ham aytgandim qoldi. Xo'p, bu proporsiya bo'ladi bu tarafga. Mana bu yoqqa proporsiya bo'lsa, mana 4x minus 5 teng 3 ko'paygan 3x plus 2. 4x minus 5 teng 9x plus 6. Bu oddiy chiziqli tenglama. Noma'lumlar bir tarafga, ma'lumlar bir tarafga. Xuddi shunday qilib, keyin 4 ga tenglanadi, undan plus minus 2 chiqadi. Bundan demak ikkita yechim, narigidan ikkita yechim chiqib, mana shunday ishlanadi. To'g'ri, bular ozgina oddiy, misol uchun mana 3x kvadrat plus 5x minus 6 teng 0 degan oddiy kvadrat tenglamaga nisbatan bular sal murakkabroq. Chunki bularni kvadrat tenglamaga keltirib olish kerak. Keyin javoblar chiqqandan keyin yana tepaga qaytarib qo'yish kerak. Tushunib ketasiz hali, hech qisi yo'q. Hammasi bir tekis ketavermaydi. Shunaqa qiyin masalalar ham kelib qoladi. Bunaqa narsalarni ishlab o'rganganingizdan keyin mana bu narsalarni umuman yozmasdan qarab ishlaydigan bo'lasiz. Aytadi-ku, mashqda qiyin bo'lsa, jangda oson bo'ladi deb. Mana shunaqa qiyinroq narsalarni ham ishlab o'rgansangiz, mana bunaqa narsalar oddiy bo'lib qoladi. Imtihon masalalari ham sizga osonlashib qoladi. Siz faqat oddiy o'yinchoq 3 plus 4 teng 7, 3x teng 6, x ni toping degan o'yinchoq masalalar ishlab yuraversangiz, u ertaga boshingizni taq etib devorga urilib qoladi-ku imtihonda yo qiyinroq masalalar tushgan paytda. Shuning uchun bularni ishlashni o'rgansangiz, bular vobshim sizga po'choq masalalar bo'lib qoladi-da. Yaxshi, har narsaning bir hikmati bor. Qiyin masalalarning ham o'ziga yarasha foydali tomonlari bor.
Osonni ham yaxshi tushunib olish kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizga ehtiyot qiling. Dars avvalda aytilgan narsalarni hech qachon esingizdan chiqarmang. Inson unutuvchi deganmiz, lekin siz har doim esingizda tursin. Yaxshi tushunayotganlar yulduzlik kasalligiga uchramaymiz. Darrov men zo'rman, bo'ldi, hammasini zo'r tushundim demaymiz. Qiyinroq tushunayotganlar bo'lsa, tushkunlikka tushmaymiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Aytadi, oxirida hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir yaxshi emasmi? Oxir emas. Bir oydir, 2 oydir asta-asta siz ham tushunib, hozirgi yaxshi bilayotganlar safiga qo'shilib boshlaysiz. Ilmlaringiz ziyoda bo'lsin.